Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mihmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam. Damallam programımıza hoş geldin. Allah razı olsun. Program riyasetçisi ben Abdülahad Ucat. Hürmetli kardeşler, bugünkü programımızda yaxşılık kılgıcını unutmaslık degan haqda bazı suallarga cevap verip ötümüz. Hürmetlik damallam, endi bu nemige qaraydigan bolsak ijtimoiy jamiyatga mushu kishilar o'tirsa da birisi-birisiga qilgan yaxshiliklarni unutish, masalan bir kishininki ilmiy sohada bo'lsin, tijorat sohasida bo'lsin, hatto ba'zi talablarning ustozlar aloqasida bo'lsin, o'sha haqda hamda qaraydigan bo'lsak, hamma kishida ma'lum kishilarning, tashkilotlarning, shaxslarning bu shunday bir katkısı yoki fazilati bo'ldi hamda bir taraqqiy qilishi, o'quvchining o'qishi, bir insonningki yükselishi, tijoratchining tijorat sohasida natija qozonishi uchun. Ama şu narsalarni ma'lum muddatdan keyin bir qism kishilarning unutib qolishi sababidan kishilar o'tirsida ba'zi ko'ngilsizliklar yoki do'st birodarlarningki yiroqlab ketishi degandek masalalar kelib chiqadi ekan. Endi bugungi bu savol javob programmamizda mushu masalalarga islom qanday qaraydi degan haqda bir xalqimizga tushuncha berib o'taylik deb bugungi programmamizning temasini mushu haqda to'xtatdik. Birinchi savolimda mushu yaxshilik qilguvchini unutish degan mushu masala islom ulamolari yoki salaf solihlar qanday tunishtiradi? Bu vaqt qisqacha ma'lumot bersizlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşılıkka yaxşılık qaytırış, yaxşılık qilguvchini unutmaslik, yaxşılık qilguvchini tunish bu har qanday sharaflik, axloqlik, go'zal insonlarda tepiladigan. Yaxşılıkni inkar qilish, ko'masga selish, tunmasga selish, yaxshilik qilguvchining qilgan yaxshiliklarini unutib qolish bu chakana odamlarningki axloqi. Qalbida kasal va odamlar hech qanday yaxshilikni tunmaydi, yaxshilikqa talab qilib turib, ehtiyojli turib, ma'lum bir yaxshilik erishgan bo'lsa-mu, o'zining ehtiyojini chiqqandan keyin ham darhol o yaxshilik qilguvchini unutadi, balkim yaxshilikning o'zini unutadi. Bu puchak odamlarda tepildigan axloq. Shuning uchun olimlarimiz bu yaxshilikni unutib qolish deganlik qanday bo'lsa unutib qoladi, nima deganlik bu desa, bir inson aslida qalbidan qilingan yaxshilikni, yaxshilik qilgan odamni tunaydi. Tunaydi uni. Falan vaqtda men qiyinchilikdagi vaqtda yoki menda bir mushkulaga yo'liqqan vaqtimda meni bir menga yordam qilganti deb qalbida tunaydi, lekin til bilan cho'q qat'iy buni e'tirof qilmaydi. O fakat unutib ketmaydi aslida uni. Uni asla unutmaydi, qalbida bor u. Lekin tili bilan cho'q boshqalarning oldida qat'iy yaxshilikni va yaxshilik qilgan odamni tunmasga selo bo'ladi, uqmasga selo bo'ladi. Xuddi hech qanday bir foyda manfaat, bir yaxshilik yetmagandek muomala qiladi, rahmat deyishni bilmaydi. Shuning uchun olimlarimiz har qanday haqiqiy erkak yaxshilik qilinsa rahmat deyishni biladi. Puchak adamlar, nachar adamlar cho'q desa, yaxshilik qilinsa tenishni biladi degan. Ya'ni bu darhol tenib olaydi. Shuning uchun yani inson tabiatida asli har qanday bir sog'lom inson, bir inson yaxshilik qilsa, cho'qim u yaxshilikni unutmaydi, uni tuniydi. Hatto ba'zi vaqtda qilingan yaxshilik bir inson bilan qarshi taraf o'tirisidagi dushmanlik bo'lsa, bu dushmanlikni do'stlikka aylantirib o'tiradi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sen
yaxshilikqa va la tastavil hasanatu va la sayyi'a. Bu yaxshilik bilan yomonlik qat'iy barobar emas. Sen o'zingning yaxshi ishlari orqali, yaxshi ishing orqali boshqalardan kelgan yomonlikqa taqobildi. Ya'ni boshqalardan san kelgan yomonlikqa qarindoshlaringdan sen yaxshilik orqali qarshi turgan yaxshilik bilan taqobildi. Mushundaq qilsang, sen bilan boshqalar adovati va seni yomon ko'radigan odamga nisbatan sen xuddi sirdosh do'stdak mushunda bo'lib ketisizlar, ya'ni sirdosh do'st bo'lib ketisizlar degan. Demak, buningdan nurg'un yaxshilik insonninki qalbidagi adovatlarni yuvishga, shuni tunigan vaqtda qalbida qarshi tarafga bo'lgan muhabbatni paydo qilishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun dinimiz tabiiy holda bu haqda hamda nurg'un mayli Qur'oni Karimda bo'lsin, mayli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zininki so'zlari orqali bu axloq bilan axloqlanishga har bir musulmonni alohida qiziqtirgan. Allah razı olsun davullam. Hamda şu agar yaxshilik qilg'uvchilarni turiga ayirishga to'g'ri kelsa, bu masalan qaysi turlarga ayriladi shunda. Yaxshilik qilg'uvchilarni unutadigan kishilarni, shundoq unutish ahvollari qaysi turlarga bo'linadi bu vaqtda qisqacha. Tabiiy oldimda bu yaxshilik qilish yoki yaxshilikni qabul qilish, masalan, bu ko'pincha buning sababi nimadan bo'ldi desa, bu yaxshilikni unutib qilish insonning g'ofil qilib qolganligidan bo'ladi. G'ofillikdan bo'ladi, ya nadonlikdan bo'ladi. Shuning uchun Ibn Jawziy rahimahulloh Allah subhanahu va taolo insonga hech qanday bir narsa muqobilsiz, ya'ni hech qanday badalsiz ato qilgan ne'matlar bor. Bu inson odatlanib qolgan bo'lg'achqa buni unutib qoladi. Mayli insondagi aql farosat bo'lsin, quloq ko'zli bo'lsin, bu masala Allohning bergan ne'mati. Buni unutmaslik kerakda, lekin nurg'un insonlar buni unutib qoladi. Nima uchun desa, g'ofil qilib qolganlikdan. Va shundaqla shuni g'ofil qilib qolgandan keyin, buni unutib qolgandan keyin bu ne'matni ato qilguvchiga shukr aytishni unutib qoladi. Shukr aytmaydi. Ondan bu türler desek en başta tabiiy holda her qanday bir musulmon inson Allah subhanahu va taologa shukr aytish lozim. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bu insonni inson qilib yaratganligi. Bu inson qilib yaratganiga qo'shab bu insonni musulmon qilganligi. Ondan uni qo'shab tabiiy holda bu insonning sog'lom bo'lishi, masalan, beş a'zoning sog'lom bo'lishi, aqlonishning joyida bo'lishi, alohida ig'ri kasal bo'lmasligi, bu shunning hammasi Alloh subhanahu va taoloning insonga ato qilgan ne'mati. Birinchi bo'lib, shu bu ne'matni, hidoyat ne'matini, Allohning inson qilib yaratganligini qat'iy unutmaslik kerak. Alloh Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Sizlar Allohningki mening ne'matlarimni tunib, bunga shukr etsanglar, o'zingizning bandishligingni joyida qilsanglar, men bu ne'matni texim ushuq ziyoda berman dedi. Unda bo'lgandan keyin tabiiy holda eng birinchi bo'lib mo'minga nisbatan hidoyat ne'mati hammadan katta ne'mat. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni, shu hidoyatning qadrini bilgan, Allohga bandichilik qila olgan kishilarga texim aslab berdi. Bu birinchi nuqtamda. Har qanday bir shaxsda o'ylashga tegishlik, ya'ni birinchi qatim rahmat deyishga tegishlik, shukr aytishga tegishlik zot Alloh subhanahu va taolo. Yani ikkinchi bo'lib insonlarningki hayotimizga cho'ksak, birinchi bo'lib ota-ona. Ya'ni bir insonningki ota-onasi bor. Bu ota-ona balani kichik vaqtidan tortib shunda jafo tortib cho'ng qildi, tarbiyaladi, jafosini tortdi. Nurg'un ana bo'libmi hatto masalan nurg'un vaqtda yo'qolib ketadigan ya o'lib ketadigan shunday ahvollar bor, dadavlar sufti bilan. Lekin ash ana balini deb to'ymi qilmaydi, nurg'unlari balini cho'ng qilish uchun shunday jafolarni tortdi. Lekin u bal shunday cho'ng'olab, o'qib, jamiyatda bir o'ringa erishib, iqtisodga erishib, pulga erishgandan keyin u ananinki haqqini tonimaydigan, anını qadrlanmaydigan, anının ato qilgan tirishchanliklarini ko'rmasga soldigan, ya unutib qoladigan, shuning bilan anini tashlab qo'yadigan, kari bo'lmaydigan shunday ishlar jamiyatda bor. Bu eng og'ir jinoyatlarning biri. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida so'kkan
eyiplig'an gunohi kabirning biramdi bu. Allah subhanahu wa ta'ala o'ziga sherik keltirganlik bilan birga ota-onaga yaxshilik qilmaslikni bir yaga kelganimdi. Ya'ni qanday odam Allohga sherik keltirish ig'ir bir jinoyat bo'lsa, ota-onaning huquqini, ularning hurmatini tonimaslik, ularning qilgan jafolarini unutishning o'zincha shuning bilan bir yerda bayon qilgan. Shuning uchun bu birinchi, ya'ni har qanday bir inson bo'lishga tegishlik, unutmaslik tegishlik yaxshilik nima desa, ota-onasining bolalarga qilgan yaxshiligi. Buni unutmaslik lozim. İkinci bulak en mühim bir nokta er-ayol münasebeti, aile münasebeti. Aile münasebetinde nurgun erler mesela özününki ayolları bilen her qanday er kambag'al vaqt to'y quradi ko'pincha holatda yani. Turmushi tuban qiyinchilik bilan to'y quradi, uzun yil birga yashaydi, pul topadi, yuz topadi, shundan keyin xotin qarib qolgan vaqtda ko'zga sat ko'rangin turdi. Cemiyetdeki başka xotinlar ya başkalarının kızları ya başkalarının xotin chiroyli ko'rinib ketib, shuning bilan aqadinas natijali xotin tashib etib, uning bilan kari olmay, balini tashib etib, uning ustiga xotinlab, shunda qildigan insonlar mu jamiyatda bor. Bumi shu ilgiriki birga uzun yil japoni birga tatgan o'zining ayolininki yaxshiliklarini birga bo'lganlarini unutib qolishning o'zimi Muşu yaxşılıqni unutish qatoriga kirdi. Va shuning bilan birga bir ayolning o'zining eri bilan uzun yil birga yashab, shundaq nurg'un yaxshiliklarni qilsa, kichikgina bir erninki mayli iqtisodiy, mayli mijozining o'zgarib qolishi ya kichikgina bir ish ochiqlab qilishi sababidan cho desa, uzun yil birga shundaq xotirjam yashagan erni qadrlamay, o erning sen zada azaldan mushundatın, azaldan men senden yaxshilik ko'rib bakmagan, uçu buçi deb haliqi inkar qilish, qilingan yaxshiliklarni unutib qolish, mana bunmucho ayolninki erining qilgan yaxshiliklarini unutib qilishi, bu ig'ir bir xatolik endi. Xo'sh. Ondan bunun qo'shab haliqi masalan mayli tijoratchi bo'lsin. Mesela ticaretçiler başta birisinin 100 bin dolar pulu var, yani birisinin 10 bin dolar pulu var. Ya tecrübesi var mesela. Ya ki tanıdığım pul çıkardı. Onun dinkin birleşinde iş kılıp pul taptı. Pul tapkan dinkin birisi başta iş bilmeydi ki iş ügendi. İşini ügeni verip lan şunu olan çoğu yüzden şirkini konu tepip şirketini çıkırdığan işler mesela. Bu mu? Eğer bir meselemde. Yani bir insan yol tapamagan vakitte yol gösterken bir ağaynisi. Birle iş kıygan bir dostu. Bunu taşıp etişinin üzeri bu insanın ahlakının ne kadar küçük ekanliginin delili. Yani bir hayatımızda nurgun duç keladigan meselelerin biri mesela ustazninki şagirdlar çıkargan kıyınçılıkları, tirişçanlıkları, şu şagirdlerini okutish için tatkan jafalarını unutup azraq bir ijtimoiy o'ringa ya iqtisodga ya ilmga ya bugungi kunda masalan doktorlik erishdi desa, shuning bilan o'zini natijali o'qitgan ustozlar bilan kar olmaslik, ularning hurmatini qilmaslik, shu bu jib o'quvchilar topildigan bir ahvol. Bizlar men bir his qilgan bir narsa Misrda o'qiydigan vaqtimizda bir kuni men bir ustozim bilan birga ketyapsak, yana bir balaimda udullam salomlashmaylam o'tib ketdi yerimizdan. Desa ustoz qopab Subhane mugayyirul ahval degan mayan o'tib ketdi. O insonlarning holini o'zgartirgan Allah nima degan ulug' Allah deb bu o'quvchi doktorlik bo'lib ekan shu chaqda. Doktorlik elishdan burun odatda bir joyda uchrab qolsa, qo'lini tutib suydigan, voy deydigan bir o'quvchi. Lekin doktorlik, ya'ni bir o'quvchiga nisbatan eng yuqori unvon, ilmiy unvon, doktorlikni eliplamcho desa, darhol keyin ustozni yo'lda uchrab qolsa-mu, ko'maydigan bo'lib qolish bu o'quvchilardan tepirdi. Bu ig'ir bir jinoyat hamda, ig'ir bir insonlikdan chiqish mandaqcha aytganda. Anın yana bir muhim türü mesela teşkilatçılık deyile, teşkilat qurduq, qandaq teşkilat bo'lishdan qat'iy nazar nurg'un japa bilan kuch yo'q vaqtda, adam yo'q vaqtda, iqtisod yo'q vaqtda
quvduq ma'lum bir tashkilotni quvgandan keyin ondan uzun yil xizmat qilish orqali nurg'un kuch paydo bo'ldi, adam paydo bo'ldi, iqtisod paydo bo'ldi, sharoit paydo bo'ldi. Shuning bilan ondan burun sabdash bo'lgan, billa ish qilgan, masalan, billa mangan adamlarni unutib qolib, anna yangi adamlar ko'zga bak chiroyli ko'rinadigan bo'lib, shuning bilan uzun yillik sabdashlarni, uzun yillik do'stlarni unutib qoldigan, uning bilan kari olmaydigan yoki uni amal qilib xizmat doirasini yiroqlashtirishga alohida tirishchilik qiladigan mushundaq ahvollarmi insonlar jamiyatida bu tepiladi. Lekin bu qanday axloq desa, albatta yaxshi bo'lmagan nachar bir axloq endi. Inson chuqum har qanday vaqtda o'zininki yaxshi do'stlarini bo'libmi, jafo mushaqqatda birga bo'lgan, qiyinchilik kunlarda birga yashagan og'inlarni qat'iy unutmaslik kerak. Bo'libmi diniy xizmat qildiganlar, din yo'lida ma'lum da'vat qilganlarda texmi bu axloqcha yuksak bo'lish lozim. Ma'lum vaqtning o'tishi bilan, masalan, ma'lum ziddiyatlar, fikrni o'xshamasligi paydo bo'lib qolishi mumkin xizmat yo'lida. Lekin buninglik bilan uzun yillik birga mangan yo'lni, ham suhbatdosh bo'lgan kunlarni, zamonlarni unutmaslik kerak. Alloh Qur'oni Karimda bir oyat bor. "Va la tansawul fadla baynakum" deb. Bu oyat qachon deydi desa, xotinninki ajrashib ketgan vaqtda deydi. Yani başta ayetning 5-nimidan "Va iza tallaqtumun nisaa'dan" boshlanadi. Ayollar bilan ajrashib ketib qolsanglar, o ayollar bilan birga bo'lashdan burun o ayollarninki to'ylig'ining yarmini qaytarib beringlar. Agar o ayol kishi bo'ldi men to'ylig'imning hammini bermayman desa, ma ercho uning rozi bo'lsa bu nayt yaxshi. Yoki u ayol qo'pab, masalan, bo'ldi ma yerimni qo'shib hammani beraytay desa, u o'zining ixtiyori. Lekin ercho desa, agar afu qilib etsa, bo'pti deb etsa, bu nayt yaxshi deb ayg'idan "Va la tansawul fadla baynakum" degan. Yani bu deganlik bu umumiy bir o'lcham bo'lish lozim musulmonning hayotida. Bu yerda bir ziddiyat bo'ldi, ziddiyat olmasa ajrashib ketmaydi ar ayol. Xapliq bo'ldi, kelishamaslik bo'ldi. Mushundaq kelishanmagan vaqtinglarda ziddiyat paydo bo'lgan vaqtlardimi o'zingizning burunqi o'zaro birsi-birsingiga qilgan yaxshiliklaringizni, birsi-birsinglar bilan o'tkazgan yaxshi kunlaringizni, yaxshi minutlaringizni unutib qolmanglar da'vatini. Bu har qanday bir musulmonga nisbatan shu desa, o'zining hayotida alohida shuar qilishga tegishli muhim bir nuqta. Bu faqat ayollarga ham xos emas demakchi. Ayollar xos emas. Hayotimizda umumyuzlik zodi mayli shirkat qo'g'onli bo'lsin, mayli ustoz bilan shogird bo'lsin, mayli tashkilotchilikda bo'lsin, mayli oilada bo'lsin, mayli ijtimoiy yaqin o'tgan do'stlar orasida bo'lsin, bu mush oyatning mazmunini hayotimizda biz o'zimizga bir prinsip qila olsak, u chaqda cho'qim biz to'g'ri yo'lda mang'alaymiz, ham shundaqla do'stligimizni, oilamizni, shirkatimizni saqlab qola olamiz. Agar unda bo'lmagan taqdirda shu desa, nurg'un xafaliq, bu hayotdagi xafaliqning ko'p qismi mushadan kelib chiqadi. Allah razı olsun. Başta mesela birinci olap Allah'a şükür qilish meselesini o'ttirib qo'ydilar. Bazı ulamalar debdi mesela inson aslında daima naşükür bo'lganlik uchun Allah Teala onunğa mesela ko'z, quloq, hayat hamma narsani mesela artışlıqni berse bir ömür 50-60 yıl yaşasa onunğa hech qanday shukr qilish unutib qoldi ba'zi, ama azroq biriga kasal yetgan hamon yoki bir beshiga bir dard kelgan hamon voy Alloh mana shuni menda dardni berdi deb duo qilishga, shuni yo'lini izlashga, xashlashga boshlaydi deb bu insondagi aslında shukr qilishning nimasiniki yo'qligi deb shuni eslatibdi. Allah Teala Allah'a naşükürlük kılıştığını emrimizni öz panahida saqlasın. Endi ustaz mushu aslında yaxshilik qiluvchini unutish masalasiga islom qanday qaraydi? Agar shundaq bir inson sahvarlikdan yoki
Abiyam sizde o unutup kalmaydı kalbide var lakin tilga Tilga ilishni, digizga eslashni, masalan, Bir rahmet deyishni. yashash haqqida tushliq muomala qilishni qabul qilolmaydi. O ko'pincha holatda shu tabiatining nacharligi, axloqsizligi, puchakligidan boshqa odam yaxshilik qilsa, kichikkinam qilgan yaxshilikqa men rahmat desam, meni o'zim tushib ketadi. Men bunda rahmat demaydig'ini mana. Ya masalan, rahmat demasin, masalan, ashuningga bir odamga masalan sizlar menga yaxshilik qilgan bo'lsalar, bundan necha yil burun, hozir ikkinchi qitim bir boshqa aramizda boshqa bir munosabat bo'lsa, men uningga tuzkorlik qilib sizlarga hech qanday to'lmagandek bir muomala qildigan ishlar bo'ldi-ku, hamda meni o'zimni unutib qilib. Mushundaq ishlarga masalan, islom qanday qaraydi buniki? Masalan, mudahshirib aytgan chog'ida Tabiiy holda biz hukmi nima? Biz Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bunda odamni birinchi bo'lib nayt sökkan. Nima degan desa, sura Tavbada va minhum man ahada Alloh la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Ularning qatidan shundaq bir insonlar var. Allah subhanahu va taolo bizga iqtisod ato qilsa, yanjig'imizda pul bo'lsa, qo'limizda pul bo'lgan bo'lsa, biz bu pulni Alloh yo'lida sadaq qilib yutdik. Alloh yo'lida xajlaydik. Qaranglar, palani bay qat'iy xajlamaydi ekan, bizning qo'limizda bo'lib qolsa, anda qildik, manda qildik deb bunda Allohga va'da yurdi bular. Bu shunday va'dani berib, biz yaxshidan buldik endi Alloh yo'lida xajlab. Alloh ularga molni bergan vaqtda, iqtisodni bergan vaqtda desa, bunun şükrisi nimeti iqtisodni bergan vaqtda Alloh yo'lida xajlashdi. Xo'sh. Lekin bular qanday qildi desa, baxilubi. Alloh ularga o'z fazlidan iqtisodni bergan vaqtda, boy qilgan vaqtda ular bexillik qildi. Shuning bilan bexillik qilib yuz o'raydi ular deb so'kdi. Bu munofiqning sifatidir. Demak, Allohga shukr aytishdan iborat. Allohning ne'matiga shukr aytishdan iborat bu ibadet ne? Bu bendiçilik ne? Caydı kalanmadı. Şu Allah bulanı çok söktü. Yani bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç adamın kıssını bayan kıldı. Yani birisi kor, yani birisi akisli ve adam, yani birisi üç türlü kisel. Kor akisli ve qo'ychininki birisi shunda ko'r bo'lib qolgan, yana birisi akisli va adam. Yana birisi kim o desa, ma hadisning nimasida gap qilinmaydigan. Hazır o nima emas? Üç adamga Allah subhanahu va taolo malaikani avatish orqali uchlisidagi ayibni, kasallikni Alloh yo'qotdi. Buning badaliga uchlisiga talab qilgan nibadi. Keyin Allah subhanahu va taolo bular hammasi boy bo'lib ketdi, chiroyli bo'ldi, ko'z ko'rmaydig'ini ko'radigan bo'ldi, masalan. Ondan keyin shularning har biriga burunqi holatida qanday bo'lgan bo'lsa, şu şekilde malaiketin birini evettir. Malaiketin birini evetip hemmisiga sen bana Allah bergen maldın çoğu, bana pişkin bersen dedi. İkisi red kıldı. Fakat küze kömeydiğini çoğu dese, o berdi. İşkili ise halak oldu. Ma birisi çoğu Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetini Tunuğan boğaçqa, bunun şükürsün caydı qiyğan boğaçqa, buna Allah subhanahu wa ta'ala saqlab qaldı, bu nimetini onun tatıb almadı. Demek yuqorqi ayet hadisden birinci olab Allah'ın nimetiga şükür qilish, bu musulmonninki burchi, bu mas'uliyati, vacibi ekanligining dalili. İkinci olab andın mesela bendila arstucho desa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu bayan qilgan hadisda وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ
فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُهُ. Qandaq bir adam sizlarga bir yaxshilikni qilgan bo'lsa, bu yaxshilik qilgan odamni mukofotlaring sizlar. Uni bir narsa beringlar. Agar sizlar u odamni mukofotlaydiganga yaningizda bir narsa yo'q ekan, mukofotligidek bir sharoitingiz yo'q ekan, bundaq sharoitinglar bo'lmay qolsa, u odamga duo qiling deydi. Ey Alloh, balani rahim qilsizlar. Mangmanda yaxshilik qilganda, shu yaxshilikning bedeliga u bandani jannatga kirgizsizlar, gunohlarini afv qilsizlar. U bandaning gadindan balalarini ko'taribsizlar deb, ya'ni u bandaga duo qilinglar yaxshilik qilgan odamga. Hatta o'zinglar, ya'ni shunda uzun duo qilinglarki, o'zinglar ma odamga men ay qilgan yaxshilik qarta bir mukofotini berdim deb shunda bir his tuyg'uga kelganga qadar shunda duo qilinglar deyapti. Yaxshilik qilgan odam qarta. Bu nima degan alqa muhim bir mazmun ma'lum. Bu alqa hayotimizda nayt oilada bo'lsin, ota-bola o'rtasida bo'lsin, tashkilotchilikda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, nayt azlab ketgan bir axloq endi. Azlab ketgan bir axloq. Yani bir hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu bayan qilgan hadisda "Men u'tiya ata'an fawajada falyujzi bih ve men lem yecid falyuthni." Qanda bir adamga bir sovg'at qilinibdi, hadiya qilinibdi, bir yaxshilikka erishibdi, yaxshilik berilibdi, mol dunyo berilibdi. Bunda bo'lsa, bu odam imkoniyati bo'lsa, biznes topar islom qilgan yaxshilikqa qarshi tarafni cho mukofotlasin. Agar biznes topolmay qolsa, uning bir rahmat deysin. Falyuthni degan. Rahmat deysin. Qanda bir adam rahmat desa bu shukr aytgan bo'ldi. Yani şu yaxshilikqa qilgan odamga rahmat Alloh rozi bo'lsin desan, bu shukr aytgan bo'ldi. Ammo buni yushulsa, mukofotlaydigan narsa yo'q ekan. Buni yushulsa rahmatmi demabdi. Bunda bo'lsa faqat kafar dedi. Yani bu adam şu ne'matga tangan bo'ldi. Deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisda rahmet deyishninki, Allah razı olsun deyishning bir xizmat qilinsa bir adamga ne kadar muhimligini bayon qilgan. Uyg'urlarda hakikaten az bir ahlak minnettarlik ahlak. Men naiti bazı insanlar qarab mesela bek ko'nglim yerim bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadis-i şerifte sizlarninki tabassumuka fi vajhi akhika sadaqa degan. Yani sen bir Müslüman qarindishingga tabassum bilan qarg'anligingning o'zi pul xajlagandek Alloh yo'lida qilingan bir sadaqa deydimdi. Bir Müslüman qarindishi bilan bir uchrashib qolganda bir illiq kurashsa, illiq muomala qilsa, nima ziyon tortar shu musulmon masalan. Qat'iy chiroyini ochmaydigan, o'miyib turadigan odam bu hayotda. Salom qilsa, salom qaytolmaydi degan. Yani bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin muşu hadisini bir insan özünün hayatı tatbiq qilsa, aynda qarindoshlar bilan tabassum bilan ko'rasa, assalomu afshus salama baynakum dedik Peygamberimiz. Salamni sizlar shu chechinglar hammaga deb. Hatta tunug'anga salam qiling dedik endi. Ashunda salam qilsa, salam qilgandan keyin tabassum bilan bir salomlashsa, ko'rishsa, bu nima degan go'zal. Jamiyatdagi nurg'un ziddiyatlar tugaydi. Çoğundan kapılap qalgan kichikning ko'ngli echirdi o. Kichikdan ko'ngli ag'rib qalgan çoğunun ko'ngli yayraydi o. Yani nimadan xabarida haq? Falon yerga ketayotsam salom qilmadi deydi. Illiq kurashmadi deydi. Yoki yo'lda uchrab qolsam qo'lini tanglamadi deydi. Masalan. Yani unchalar hayotda manda bo'lib olishning o'zi hamda bu naiti yani aşında külmeydiğen, her daim bir musibet kapılık işideki kişiler aşında muamele kıldıgan bir illik muamelesi, bir tatlık gibi yok. Yani bizde halkımızda bir gap var. Buğday nenin bulmasa buğday sözün yok mu de. Mesela muşum mu hayatımızda nurgun kişilerin ki ailesi yok bir çıraylık gap.
Ay ailedeki er ayal oturusdaki cidellerinin asas 80%'i münasebetki bağlılık. Gep sözki bağlılık. Bir işke kız çıraylık gep bolsa nurgun ziddiyet tügeydi aslında. Bir çıraylık gepni qilishni bilmey. Yaki qiysam xotni qopap ben bununla çıraylık gep qiysam ben yelvergen bolumen davatkan. Er qopap xotni çıraylık gep qiysam ben bu xotundan qo'rqgan bop qalaman deb birse yüzüne ailesinde yolva söyle müşktek manda yaki onu demey. Manda oxitish bilan ailedeki nurgun ziddiyet şu. Muşuna bolu demdi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve müşahadesinde kösetken mesela yuqorqi. Muşunu insan hayatı tatbiqlasa. Mesela yani bir hadiste Peygamberimiz Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisinde uritun nar fa iza aktharu ahliha an-nisa. Ben davzaq köstildim ama. Qarasam bu davzaqninki köp kişiler o davzaqda ba ayolliken. Ayolliken ular bunda kafir olgan. Kafir olgan deganning ma'nosi tangan degan gap. Şuna bilen sahabelerimiz ya Resulallah ekfurna billah. Ular Allah kafir olamdı o ayollar. Şunu ayında davzaq jihkir ketken mi dese, yo'q, Allah kafir olmaydı. Allah kafir olmagan ayollar var. Lekin yekfurnal ashira ve yekfurnal ihsan. Özünün iyirigi tanıdı bula. Erinin kelgen yaxşılıklarını tanıdı. Erinin fazilini qat'i unutdu. Eğer sen ularning birge zaman boyu yaxşılık qilsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Zaman boyu yaxşılık qilsan, onundan keyin senden bir işni kelsa, ko'nglar norozi bo'lgan bir işni kelsa, qalat ma ra'aytu minka khayran qat. O ayol qopab desa, hayatımda sen 20 yil yaqsandan bir yaxshilik ko'rmabdim men. Deb necha yillik hayotdagi necha bala masalan ailda ashuna to'simi bunu unutdu. Deb buni cho sökken. Şuna yana bir hadisni deyitay. Bu hadisda bu o'sha shaklda erlarga tushirgandı bu alaqa. Tabii halda ergimi ayollarni zikr qilibdikan deb erlar ayollarga kupurlik qilsa masalan. Ya o alaqa ayollarning ko'rgan fazlini, yaxshilikni yuqorida deb o'tdik masalan. Har qanday bir o'zi kambag'al vaqtda, bechora vaqtda turmush qurib, oilasi bilan necha yil yashab, buni yoq pul tepib, yuz tepib, o xotun sat ko'rinib shuni bilan. Andın başqa yan qarashning o'zi. Ala vaqtidamda tunji xotin degan kishi vaqtida ayta tas ataniga bitiribni yo'llagan, yaqinliqlarga yo'llagan. Mendan pul topgan, bu xotinni bir alavasam deb necha yil yo'l minib tas oldigan gap hamda. Tabii. Keyin onun sildigandek masalan turmushi yaxshilanib cho'ngandan keyin onunga o xotin anda sat ko'rinib shuni bilan andın sırt qarab o xotun balları bilan qo'shab tashib etgan kar olmagan. Her bunun hemmisi haqiqiy erkekninki. Haqiqiy payg'ambarimizning ummatiman deb Rasulullohning ummati ekanligini da'vo qilgan erkakka qat'iy yarashmaydigan bir ish. Bu puchak nachar odamlarning axloqi. O payg'ambarning ergashkichilarining axloqi yuqoriqdek bo'lish lozim. Başqa nima mı to'g'riq? Bundan men bir hadisni eslatay dedim, hammaylanga bir eslash bo'lsa. No alqa mashhur bir hadis. Kishilarga rahmat deyanmagan. Kishilarning bir yaxshilik kelsa, onunga rahmat deyanmagan, Allah razı olsun deyanmagan adam Allohga rahmat demaydigan adam. Deb payg'ambarimiz shuna bayon qilgan. Hatta Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. Az nimetke şükür kılanmagan, şükür kılmagan. Yani az yaxşılıkı şükür kılmagan adam köp kimi şükür kılmaydı. Yani yüzünde adet yok degan gap. Yüzde de o rahmet deydigan, Allah razı olsun deydigan adet yok. Onun adetlenmeyendikken azga o bu işlek nasiga rahmet deysem benim özüm şüp ketmemdi deydi o.
Şunun bilan jiqqimi ço'va mas'uliyati bu qildigan nima ish qildi bu bizga yaxshilik qilmay. Qildigan ish mushu buni deydi. Xo'sh. Azgı rahmet demagan adam ko'pga rahmet demaydi. Kishilarga Allah razı olsun deb rahmet demagan adam Allah'ın ne'matini tunib rahmet demaydi. Allah ato qilgan ne'matlarni so'zlash kishilar oldida Allah mani verdi. Hatta bir adamdan yaxshilik kelsimi shu Allah'ın shu bandining qalbiga shu yaxshilikni qilishini selish bilan keladi u. O'zligidan kelmaydi. Allah'ın nimetleri bilen sözleş, bu şu nimetki şükür qilganlik. Bu sözleşni taşlaşның özü küfürlük neydi? Nimetki tanğanlik. Cemaat bu bir rahmet. Yani insanlar içinde, Müslümanlar içinde bir cemaatçilikning bo'lişi, hemkarlıkning, dostlukning bo'lişi bu bir rahmet, Allah'ın rahmeti. Bölgünçilik şu azap deydi. Xuddi müşediste, muşundak İnsanlara rahmet diyemmegenler Allah'a rahmet diyemmegen buludu deb başlap hadisine ahiriste cemaat rahmet dişi. Yani xuddi bu cemaatning kelib chiqishi insanların birisinin haqqini tunish bilan yaxshilik qilganlarga Allah razı olsun diyalaydigan mushunday jamiyatni barpo qilish bilan birisinin haqqini, birisinin fazilini tungan vaqtda bu cemaatning qurildiganligi. Qandaq bir jamiyatda bu yuqaydiken yani birisinin fazilini tunuydigan Allah razı olsun deb yaxshilik qilinsa bunu deydigan ish yuqaydiken hammadan g'adib yuriydiken birisinin ortiqchiligi, fazilati ustoz shogirdning yani yuqori deb o'tgan bunda jamiyatda bo'lginchilik bo'ldiganligidan cho ziddiyat bo'lginchilik bilan to'ldiganligidan bishorat ma'lus. Vel furqatu azab deb hadisning oxirisida ashundaq labz bilan kelganlikning o'zi bu cemiyetimizde, ahlakımızda ne kadar muşu Allah razı olsun, rahmet deb muşundak işlerge hiç bomba digen de mükafatlayarsak yukarıda Peygamberimiz gösterkendek mükafatlaşımız lazım. Hediyelerini birişimiz lazım. Onu kılanmaptık. Onu kılanmagan takdirde mi çoğu hiç bomba digen de dua kılış, Allah razı olsun diş, rahmet diş bu cemiyetteki cemaat berpa kılışının ki birlik hemkarlıkның bo'lishinin birden bir yolu. Rahmet ustaz, Allah razı olsun. Ahırda mesela biz depat to'qi qurduk. Bizim Uyg'ur jamiyatida shu minnatdorlik meselesi az ekan hamda yo'q desakmi bo'lmaydi. Biz vatandoshimiz jiqni qilmag'anma, chet ellarda hali ko'rdik ekanmiz. Mesela Araplar jazakallahu hayran deydiken, Türkler rahmet teşekkür ederim deydiken, işte bu cık anaydiken bizim de küçük varlığını tatip götürürken. Hem de mesela hazır hali cık adamdan anlavatımız, kaşavat, kallıkını kürüvatımız, şunda gay, şunda falan okuldu, bunun mundat dediğindek meselelama cemiyette bakan hem de. Muşundak yaxshilik qilgan kishilarni unutish masalasi bir jamiyatda avj olsa, ko'paysa, bu ahvol shu kishining o'ziga va jamiyatga qarata qanday ziyonlarni olib keladi. Bu haqda qisqacha tushuntirib bersangiz. Allah subhanahu va taolo Nahl surasida ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha deb bir oyatni bayon qilgan. Aslında ular Allah'ın nimetlerini tanıydı ular, bildi. Lekin onu bilip durup çoğu inkar kıldı. Diyen. Yani ve ekseruhum bunu aygır eyiplaşamdı. Bu yerde köp adamlar nimet şükür kayıtışının özü ya ki rahmet dep koyuş verelim boldi dep düşünüp kaldığım muşnak bir ahval var. Aslında bu bir nimet Allah bizge ata qilsa, en birinci olab şu ata qilgan Allah'ını esleş lazım. Allah subhanahu wa taala aşındaq şu özünün bendisini boysundurup əmegen bolsa şu yaxşılıqni qilishqa, o yaxşılıqni qilmaydi. Şunun üçün her qandaq bir nimetke erişken adam birinci olab Allah'a şu nimetinin bedeliga
Allah'ını eslash, Allah'a qulchilik qilish, bandichilik qilish. Mushunda qilgan vaqtda andan bu ne'matcho desa ko'paydi. Ya'ni birinchi o'lab sizdan so'ragan savolda buning zini nima desa, Allah'ning ne'matini tunib turib, buni inkor qilsa, buni tunimas qilsa, bu ne'matning yo'qolib ketishiga sababchi bo'lgan ish. Shunga la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Ya'ni ne'matni saqlab qolay desa bir inson o'ziga berilgan ne'matni, chuqur bu ne'matning shukrisini ado qilishi lozim. Ado qilmaganda o ne'matdan shu ayrilib qoladi. Abi ham yadimiz kamga o'xshaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelqi Hadicha radhiyallohu anhaning do'stlariga masalan qo'ylarni o'ltirib hadiyalarni mana palaniga apirib beringlar. Bu Hadichaning do'sti edi. Uning menda jiq pazlabatdi degan hadis. O eng cho'ng o'rnak bo'la oladi deb. Bu tabiiyaldi bu hadis eng cho'ng o'rnak. Hatto Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jad'an deb bir adam mesela Resulullah'a yardım qilgan. Kafirdi. Kafir olmasımı, bo'lgan bo'lsa-mu, onun qilgan yaxshiliğini Abdullah ibn Jad'an qat'iy unutmagan. Hatta Badr urushida asirga tushgan mushriklarni agar ash adam bo'lib hozir hayot ma'ulni qo'yvat degan bo'lsa, men qo'yib yutdim degan edi. Uningdan boshqa payg'ambarimizning o nurg'un hayotida ish izlari bor. Bir adamdan yaxshilik ko'rgan bo'lsa, uni qat'iy unutib qolmaydi. Qat'iy unutib qolmaydi. Ne'matni saqlashning birdan bir yo'li nima? Ne'matga shukr aytish. Ne'matga shukr aytmaslik nimaga sabab bo'ldi desa, o ne'matning yo'qolib ketishiga sabab bo'ldi. Bu aloqa uchaylarning o'zgarigimi shuna tushdi. Ikkinchi tabiiy holda bu Allohningki ne'matlariga shukr aytmaslikning o'zi bu aş insanın imanının acizlab ketkenligidan dalilandı. Yani bunu şükür etmeyverse insan, bunda beparva yürüyverse iman acizlaydı. Ahlakının ne kadar küçük naçarlığı bunun körünüp durdu. Yani nimet şükür etmezlik imanın acizlışıga, ahlakının ki tekimi yamanlışıga elip vardı. Üçüncüden tabi Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki gazvi kozgurudu. Üç şeylerini halak kılıvetti, ikkilerini halak kılıvetti neymiş için deyse, bu insanlar Allah'ın bergen nimetini kadirlemedi. Bu belgesini unuttu. Mağın badigen vakitte nimetinin şükürsüga, bular ço, vay biz degen bu mal ne, şu atarımızdan miras kalan mal bu, dep katli tunuğunu unutmadı. Şunu olan Allah subhanahu wa ta'ala onların o nimetini tatıp aldı. Allah'ın gazı kozaldı. Şunu bilan birga tabiiy holda bundaq haqqi yaxshi muomala qilmaydigan, Alloh rozi bo'lsin, rahmat deyolmaydigan insonlarning ishirimicho nurg'un odamlar bilan munosabat yaxshi bo'lmaydi. Aloqalar uzildi. Xalqdan bunday odamlarcho yuz o'raydi. Aloqalar uzildi, er ayol bo'lsa ajrashib ketdi, tijoratchi bo'lsa arilib ketdi. Masalan, tashkilot ya bu sho'lib ketdi. Nurg'un xabarlar nadin kelib chiqdi desa, insanların şu nimetni, yaxşılıkni tanımaslıkdan, birisi-birisiga qilingan yaxşılıklarni unutib qolishidan, bunda nurg'un ziddiyat jamiyatga kelib chiqdi. To'rtinchidan tabiiy holda bundaq inson har doim baxtsiz, o'zini bir xil alaqa nachar ahvolda his qiladi. Nima uchun desa, masalan bir adamdan kalbi tunuydu dedik-ku başta. Yani kalbide aslı bu yaxshilik qilgan adamni tunuydu. Tunup durup tili bilan inkar qilishi yoki e'tirof qilmasligi bu adamdagi yoki takabburlik sababidan bo'ladi bu. Takabburlik sababidan bo'ladi. Ko'nglida bearam bo'ldi-da. Ha, ko'nglida cho'qim bearam bo'ldi. Bu lekin bir adam Allah razı olsun desa, bir adam yaxshilik qilgan bo'lsa, ko'ngli rahatlaydi. Ko'ngli rahatlaydi. Bunu demigen vakit çoğu desa, hayatı ayında çünkü ko'ngildagi nurg'un arzu ümitlerge bu adam yetemeydi. Yetemegenden keyin jamiyat munosabati xalqlar bilan nachar bo'ladi. Ailesida xotirjamsiz bo'ladi bunda odamninki. Shuni bilan hayoti çoğu desa, xushal xuram
baxt saodat bilan o'tmaydi. Hammadan muhimi biz bugun jamiyatimizda nurg'un kishilarni ko'rayotgan bir xil bearamlik, qaqshash, chechilish, o'rinsiz achchig'lash, o'rinsiz xalqlar bilan urushib qilish, o'rinsiz oilasiz jidal qilish, masalan, bolalarning yetim bo'lishiga sabab bo'lash yoki nurg'un do'stlar o'rtasidagi ziddiyat, mushuning hammasiga nima sabab bo'ldi desa, mushu Alloh ato qilgan ne'matni mayli u insonga Allohdan bevosita kelgan ne'matlar bo'lsin yoki Alloh ma'lum bir bandasini bo'ysundirish orqali kelgan ne'mat bo'lsin, mushularni tunayolmaslikdan mushunda yomon oqibat kelib chiqadi. Bir xil qaqshashlar hukm surayotdi jamiyatda. Hammasi shu Alloh ato qilgan ne'matni tunimaslik, jamiyatdagi nurg'un xizmatlarni tunimaslik, hamma narsani ko'masga selish, mushuningdan oldin shu qaqshash, norozi bo'lish, hammadan bisi-bisidan norozi hamda. Hamma tashkilot bisi-bisidan norozi, xalq bisi-bisidan norozi, bu davlat turayotgan, yana bir davlat turayotgan norozi. Mushuning hammasi shu desa, asli uzduba. Guharni, ya'ni uzidiki Allah ato qilgan nurg'un ne'matlar va asli. Bunda o'ylansa. Lekin buni o'ylanmagandan keyin hech hamma narsa ko'ziga shunda yomon ko'rinib, shuning bilan ondan shunda hayoti bearamlikda qaqshash bilan o'tirgan gap. Oxirida sizning kendini qo'shib qo'ysak, masalan, shundoq yaxshilik qilishni unutish yoki buni inkor qilish, ya'ni shu insonga bundan keyin kishi yaxshilik qilmaydigan bir holatni olib keldi hamda. Albatta, tabii nurg'un yaxshilik o'ziga qartazganda hamda masalan. Albatta. Bir qitim qilgan bo'lsa, bu burun bunday qilgan deb masalan boshda o ajoyib tashlanib qoldi asosan. Ba'zi odamlar masalan yil bo'yi bir yerdan telefon qilib izlamaydigan, lekin telefon qilsam ma'lum bir ehtiyoj tufaylidan telefon qildigan. Unda adam masalan 2 qatim, 3 qatim telefon qilsa haq elishi mumkin telefonini. Ondan keyincha desa, ayna uzrab ketsa vaqt, munosabatlar, telefon qilsam ammasi bo'ldi. Nimishqa desa, badam shu telefon qilsa, bir narsa so'rab ya yordam so'rab telefon qildi deb, shuning bilan nurg'un chunki yaxshilik qilingan vaqtda rahmat deyamidi, Alloh rozi bo'lsin deyamidi, yaxshi duo qilamidi masalan. Nurg'un sabablardan o'zimi nurg'un yaxshilikdanmi mahrum qiladi hatto. Boshqa gap so'zlarmi? Oxirisidan bir oyatni Alloh subhanahu va taolaning sura Baqarada bir oyat bor. Mushni aslatib qo'yay dedim o'zimiz va hammamizga. Qawlun ma'rufun khayrun min sadaqati yatba'uha adha. Xo'sh. Bu mush oyat hamda har qanday bir odam o'zining hayotida bir hayot qonuni qilsa. Yaxshi gapning o'zi, ya'ni chiroyli gapning, yaxshi gapning o'zi pul verib azar bergandan yaxshi degan gap. Ya'ni pul verib uningdan keyin azar qilgandan, ko'ngli yarim qilgandan, chiroyli gapning o'zi bu yaxshi degan ekan. Shuning uchun bu chiroyli gap qilishni, chiroyli muomala qilishni, hatto bir odamga yordam qilmagan taqdirdimi? Yaxshilik qilmagan taqdirdimi chiroyli gap qilishni, mayli o'zining oilasida, jamiyatida, do'stlar o'tirsida, mayli tashkilotda, mayli hamma yerda bir insonning og'zidan chiroyli gap chiqsa, yaxshi gap chiqsa, o'zining do'stlarining oilasi xursand bo'ladigan gap chiqsa, yomon gapdan bir saqlansa, bu yomon gapning oqibatiningki naqadar yomon ekanligini hamma odam o'ylasa gap qilgan vaqtda. Bu gap og'zidan chiqqanlar xalqimizda maqol tamsillar o'xshaydi deydi gapni. Buni yondirib olmaydi. Qarshi taraf unutib qolgan taqdirdami malaikalar yozib qo'ydigan ish bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Har qanday bir so'z og'zimizdan chiqdi ekan, buni yozib qo'ydigan malaika bor. Qat'iy unutib qolmaydi. Shuning uchun mush insonlar o'zining og'zidan chiqadigan gap so'zlariga qattiq bir diqqat qilsa degan umidda. Allah razı olsun ustoz. Allah Teala hammamizni Allah Teala'nın ki bizge inam qilgan cho'ng kichik ne'matlarga shukr qiluvchilarninki jumlasini qilsin. Programımızı müşahede ahirlashtiraylik. Hurmatli qarindoshlar, bugungi savol va javob nomli programmamiz müşahede ahirlashdi.
İnşallah başka programlarda görüş ümidi bilen hammalarını Cenab-ı Allah Teala'ya tavşurduk. Hayır, hoş, aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.